Qalbdagi umid. Muallif Qora ko'z. Qorong'u zina ostida bir qiz yuqoridagi holatlarni ko'rmasa-da tasavvur bilan tinglardi. Negadir g'ijinib qo'yib, xonasiga qaytish davomida bu voqeani boshliqqa aytish yo aytmaslikni o'zi bilan o'zi maslahat qildi. Qilgan qaroriga muvofiq o'zini karavotga otdi-yu, telefonni ham o'ylamay ko'zlarini yumdi. Ammo uyqu ham yuz o'girganmikin xuddi omad singari. Ha deganda kela qolmadi. Shiftga qarash uchun ag'anagan qiz bir nuqtaga qarab xayoliga o'sha kelishuv tuzgan kuni keldi. Feruza tilidan. O'sha damdagi shartda rozi bo'lganimdan hali hamon afsuslanyapman. Farangizni shu holdaligiga men aybdorman. Qanday bu narsaga rozi bo'ldim, shu narsaga tushuna olmayapman hali hamon. U men bilan emas. Yokida tashlab ketdimi meni? Uni aro yo'lga men tashladim. Ko'zidan chakkasigacha oqqan yoshlarni artgan qiz g'alati tabassum qildi. Berilgan ma'lumotlar ham singlisidek yaqin dugonasi hayoti uchun edi. Qilgan yalinishlari davomida faqatgina bir necha surat va 10 soniyalik video keladi yashirin telefoniga. Bunday hayotga chidab bo'lmaydi. Qilgan qaroriga muvofiq erta tongdan Bo'sning xonasi joylashgan qavatga qadam ranjida qildi. 2 marta urilgan eshik ichkarisidan kirish uchun izn keldi. Bo's, sizga aytadigan muhim gapim bor edi. Qilmishlari sabab ko'zini yerga tikib ichkariga kirdi. Xo'sh, qulog'im senda. Sal avval yuvinib chiqqan yigit sport kiyimida qizni aylanib o'tib shkaf tomon yurdi. Menimcha bandsiz, keyinroq kelaman. Aytmoqchi bo'lganlaringni eshitishga tayyorman. Ikkilanayotgan qizni yelkasidan ushlab divan tomonga yurdi. Divanga o'tirishga majbur bo'lgan Feruza ikkilanishdan hanuz to'xtamasdi. Men sizga bir narsa... Tinchlan Feruza. Duduqlanib qolgan qizni tinchlantirishga urindi yigit. Men siz o'ylagan odam emasman. Boshni yerga egib, bir lahzada ichidagini aytib, chuqur nafas oldi. Yigitning yuziga qarashga ham uyalayotgandi. Yigitning sukutidan hayron bo'lgan qiz noiloj och jigarrang ko'zlarini yigitga tikdi. Hafsalasiz qarayotgan yigit qizdan uzoqlashdi. Men ham senga bir sirni ochaymi? Savol nazari bilan qizga bir qarab, so'zlashda davom etdi. Bu haqida avvaldan bilardim. Unday qarama. Sen o'ylagandek ahmoq emasman axir. Eshitgan gapini anchadan beri kutayotganini ma'lum qildi. Qachon o'zing kelib, tan olishingni kutdim. Mana men kutgan onlar ham keldi. Sirli tabassum qilgan Bo's o'zini divandan uzoq bo'lmagan katta karavotga tashladi. Yana nima bilasanmi? Qayoqdan ham bilarding? O'zim ayta qolaman. O'sha sho'x ohangda davom etayotgan yigit boshini qiz tomon ko'tarib, ovozini pasaytirdi. Kimga ishlashingni ham bilaman. Demak hammasidan xabardor ekansiz-da. Nega unda men hali hamon shu yerdaman? Asabiylashib ketdi qiz. Axir vijdoni qancha qiynalgani faqat o'zi va yaratganga ayon. Amakim senga nima va'da qilgan? Sirli qarashlardan ham, sho'xchang ohangdan ham asar qolmadi yigitda. Qanaqa va'da? Yuzini burishtirib, jirkangandek qaradi yigitga. Aslida o'sha amakijoningiz menga tahdid qildi. Ming la'nat. Mahtiya tilidan. Oradan o'tgan 2 hafta davomida qochishga urinmay, ularni ishonchiga kirishga harakat qildim. Lekin atay qilgandek meni o'zlari bilan hech qayerga olib chiqishmadi. Bu vaqt oralig'ida qizlar 3 marotaba qayergadir narkotik olib chiqib berganini bildim. Keyingi haftada yana katta hajmda o'tkazilishi mumkin bo'lgan dorilarni qizlar orqali o'tkazmas ekanligini eshitib qoldim. Bu uyda yashab gap poylashni ham o'rgandim. Bir narsa qiziq. Bo'z kelgan kunida yordamchisiga singlimni topib olib kelishini aytgandi. Lekin hanuz singlimdan darak yo'q. Nega bu haqida o'ylayapman? Axir Samya ishonchli inson bilan birga. Ha, men Yusuf singlimni asray olishiga ishonaman. Agar ularni topishsa, militsiyaga borishlarini tayinlagandim.
Ko'nglim bu narsadan ancha xotirjam. Meni bu ishlarga yaqin yo'latishmasligining sababini tushuna olmadim. Har safar bo'z qizlarga buyruq berganda meni chiqarib yuborishi bir tomondan vahimaga ham solib qo'ydi. Nima qilmoqchi bu yigit? Uydagi qizlarning ham qiladigan muomalasi ancha o'zgargan. To'g'ri, bu uchun bir hafta vaqt ketdi va nima uchun ular menga bunday qilayotganini ham sezib yuribman. Buni bari bo'sning ishi. Ammo o'sha yigit menga ancha yaxshi munosabatda. Aslida biz gaplashmaymiz. Hech kim bilan gaplashmayman men. Lekin u menga ancha g'amxo'r. Ko'zlarida ham bir nima bor. Yana u meni kuzatib yurganini ham sezib qoldim. Aslida qayoqda kuzatadi? Uydan chiqmasam, na yonimga keladi, na meni noqulay ahvolga solmaslikni eplaydi. O'zi o'ylarmikin, meni uyalishim yo qo'rqishim haqida. Lekin negadir undan uyalaman xolos. Qo'rquv yo'q. Hovlini supurayotgan qizni ko'nglida ajib hislar barq urardi. Bir necha kundan buyon olayotgan shirinliklarni yemay olib qo'yadi. Qalbidagi orzular bir on haqiqatga aylansa, nima qilishini o'yladi. Baxtdan osmonga sakrardi albatta. Hozir begona uyda ekani ham, opasining ahvolini ham keltirmasdi xayoliga. Katta darvoza ochilib, yigit qo'lida bozorlik xaltalari bilan kirib keldi. Onasi chiqmasdan avval singlisidek ko'radigan qiziga olib kelgan shokoladlarni uzatdi. Uyalib bergan salomidan so'ng tutilgan shirinlikni ikki yuzi qizarib, ilk bor uzatilgan qo'lni rad etdi. Bu ishi bilan yigitdan o'tar darajada xijolat ham bo'ldi. Samish, ola qol. Axir sen uchun atayin olib keldim. Qo'lidagini olishi uchun gap bilan avrashga o'tdi. Yusuf aka, bularni oyingizga bering. Menga har kuni bunday narsalar ko'tarib kelishingiz shart emas. Oyimga alohida olib keldim. Bularni aynan sen uchun keltirsam-u, sen esa meni xafa qilasanmi? Soxta xafa holatiga o'tib olgan yigit qizni chorasiz qoldirdi. Rahmat. Ming xijolat bilan olingan shokoladlar solingan kichik paketga qarab, jilmayib qo'ydi va yigitga qaradi. Boshqa meni xijolatga qo'ymang, deya boshini egib oldi qiz. Nega xijolat bo'lasan kichkintoy? Sen menga singilsan-ku, do'stimni omonatisan. Bu gaplardan ko'zi yoshlangan qiz yig'lab yubormaslik ilinjida labini tishladi. Sizlarga yuk bo'layotganimni bilaman. Ilojim bo'lsa, bu qanday gap bo'ldi? Gap tugamasdan yigitni jahli chiqdi. O'zini bazur bosib, uy tomonga bir qaradi. Oyimga e'tibor berma. Gapiraveradilar. Sen tashvishlanma. Meni singlimsan, eshitdingmi? Singlimsan. Yosh oqa boshlagan yuzini silab qo'yib, ko'zlarini chimirdi Yusuf. Yana yig'lasang, adashtirib kelaman. Soxta tahdid qilib, qizni yuziga termulib qoldi. Kulib yuborganini ko'rganidan so'ng ko'nglidagi g'ashlik biroz chekingandek bo'ldi. Uy tomon ketgan Yusuf ortidan unsiz ko'z yoshlari bilan qoldi Samiya. Bo'sning marhamati ila barchamizga shaharda bir qancha vaqt dam olgani, havo alishtirgani borishimizga ruxsat berildi. G'alati. Oddiy odamlar havo alishtirish uchun shahar tashqarisiga, tog'li joylarga yo'l olsa, biz hamma qochadigan shaharga qaytmoqdamiz. Biz uchun asli xursand bo'lishimizga arzirli yangilik. 2 kun ichida hamma qizlar bir oy uchun rejalar tuzib qo'yishgan. Ularni aytishi bo'yicha xaridlarga borishimiz, bazmlar uyushtirishimiz mumkin ekan. Xayolimga lip etib, shaharga borganda qochish eng to'g'ri yo'l degan o'y keldi. Va men ham ular bilan birgalikda shaharga ketishimizni intizorlik bilan kuta boshladim. Bermenga. Qo'limdagi sumkani ko'tarib ketgan Said Akbar ortidan qarab qoldim. G'alati yigit. Juda jiddiy, bosiq, deyarli gapirmaydi. Bo'stan boshqa hech kimga. Unga ham o'ta achchiq gaplar gapiradi. Ammo menga muomalasi yaxshi. Uydagi qizlarning bari bo'sga ishqiboz bo'lgani sabab qiladigan ishlari mensimaslik. Ba'zan u bor davrada o'tirgisi ham kelmaydi bu alvastilarni. Ularni dardi xayoli pul, mol dunyo hamda ko'rkam shahzoda.
Mashinalarga yuklarni joylayotgan qizlarga qarab turgan yigit o'z xayollari egasini ko'rgandan so'ng u tomon oshiqdi. Qo'lidagi og'ir yuk sumkasini oldi. Qizdagi bir nima uni tortardi. Nimaligini hanuz tushunolmayotgan Said o'zini kuzatib turgan nigohlarni sezmadi. Nima qilayotganini ham unutdi go'yo. Qizlarni mashinalarga taqsimlash vaqti kelganda Nurmuhammad 3ta olifta qizlarni Akbarni mashinasiga joylashini aytdi. Umid qilayotgan yigit mahzun tortganini bilintirmaslik maqsadida e'tirozsiz mashinani uchirib ketdi. O'zi emasmidi axir ilk uchrashuvda jirkangan ko'z bilan qaragan, qochishga uringanda qizni fohishaga qiyoslagan. Endi esa yuzi chidamayapti. Qizni qanday yoqtirib qoldi? Yoqtirishni tan olmayapti. Ko'ngli sevgi uchquni desa, aqli aybdorlik hissi der edi. Aql va yurak jangida u ham ba'zi insonlar kabi javobi yo'q savollar girdobida. Mahtiya bir chetda qizlardan uzoqlashib, qay mashinaga chiqishini poylab turardi. Mana u kutgan onlar keldi. Qolgan qizlarni qay mashinaga joylashishini birma-bir sanab chiqqan yigitni tilidan o'z ismi chiqmagani hayron qoldirdi. Birdaniga xayoliga shu yerlarga tashlab ketishlari mumkin degan o'y keldi-yu, asabiylashib ketdi. Qizga bir nigoh tashlagan bo'z uni o'zining mashinasida ketishini ma'lum qildi. Hamma hayratda, ammo bir so'z yo'q. Boshliqqa kim ham savol bera olardi? Eng oxirida qolgan qora geylikka joylashish o'rniga ichkariga yo'l olgan yigit ortidan uy tomon yurdi. Kechroq yo'lga chiqamiz. Lekin nega? O'ziga savolovimiz tikilgan qizga niyatini bildira qoldi. Sizdan so'radim. Chunki men shuni xohladim. Qo'pol ovozda so'zlab, o'tirgan o'rnidan turib ketdi. Mahtiya tilidan. Nima bo'lsa peshonadan bu yog'i. Shunday deyman u, lekin harakatda barakat. Men o'zimni qutqarishga urinmas ekanman. Barchasi battar bo'lsa bo'ladiki, iziga tushmaydi. Singlimga bergan va'dam uchun ham urinib ko'rishim kerak. Tushlik tayyorlab, o'zimni hammasiga ko'ngandek ko'rsatmoqchi bo'ldim. Dasturxon tuzab, uni kutar ekanman, bo'z janoblardan hech darak bo'lmadi. Nima, u meni atayin sabrimni sinayaptimi? Uydagi barcha xizmatchilar ham ketgan. Qizlar va qo'riqchilar bilan birga. Xonasi qarshisida turibman. Kirish yo kirmaslik haqida o'zim bilan janjallashishga ham ulgurdim. Tavba. Menga nima och qolsa? Men haqidagi fikrini o'zgartirishga nega buncha harakat qilayotganimga ham tushunmayapman. Eshikni 5 daqiqadan buyon taqillatib turibman. Atayin qilyaptimi u? Bu xonaga kelishdan avval uyni aylanib chiqdim. Hatto hech kimga kirishga ruxsat berilmagan kabinetiga ham bir mo'ralab qo'ydim. Faqat shu xona qoldi. Endi sabrim chidamay, eshik dastasini bosgan zahotim men tomon itarilib, yuzimga shunday urildiki, og'riqdan baqirib yubordim. Yerga o'tirib qolganim esa battar meni jahlimni chiqardi. Turishni istamaganim sababli oyog'imni yerga tekkizmay ichkaridagi katta yotoqqa yotqizdi. Tezda o'tirib oldim. Bu aynan men kutgan odam edi. Nam sochlari peshonasiga tushib, yoqimtoy qilib qo'yibdi. Qora ko'ylagining egni shimarilgan. Xonada meni bir so'zsiz tashlab chiqib ketdi. Ahmoqman. Nega 3 marta taqillatib keta qolmadim? Och bo'lsa o'zi tushar edi pastga. Xonasigacha kelib yalinishim shart edimi? Xonaga qaytgan inson qo'lida muz solingan xaltacha turardi. Mahtiyani qizarib qolgan peshonasiga bosib, oyog'i uchun olib kelgan malhamni o'zi surtishga kirishdi. Qayrilgan oyog'iga tikilib qolgan qizni gapga solishni istadi. Lekin suhbat uchun mavzu yo'q. Nega kelganding? Menga qaramay ishda davom etdi. Ovqatlanasizmi deb. Qarashlariga dosh bera olmay nigohimni olib qochdim. Gapimni oxiriga yetkaza olmadim ham. Kechgacha og'riq qoladi deb umid qilaman. Endi xonangga bor. Mendan uzoqlashib shkaf tomon yurdi. Oyog'imni bosgan zahotim his qilgan og'rig'im ko'zim yoshlanishga sabab bo'ldi. Men tomon o'girilgan yigitning chimirilgan qoshlari bir onda yoyildi. Tezda yana ko'tarib oldi. Noqulay bo'lib, yuzga qaramaslikka urindim va boshimni teskari tomonga qaratib oldim.
Xonamga olib kirib, yotoqqa qo'pol tarzda o'tirg'izib, chiqib ketdi. Qo'pol panda. Nega xayolimga panda keladi-ya? Balki juda sokin bo'lgani uchundir. Indamay yuradi-ku. Pandalar ham balki faqat oq-qora kiyingani uchundir. Xayollarimdan kulib qo'ydim. Boshimdagi og'riq va yomon xayollar qurshovida uyquga ketibman. Uyg'onganimda quyosh botib bo'lganda, o'rnimdan tez turib ketdim. Zinadan pastga tushar ekanman, qayrilgan oyog'imdagi og'riq pasayganini sezdim. Hamma kiyimlarim Said qo'limdan olgan sumka ichida edi. Shu kiyimda yurishga to'g'ri keladi endi. Kichik zaldan chiqqan inson meni ko'rib to'xtadi. Ketamizmi? Sukutni men buzdim. Uni esa ko'zi avval peshonamga, so'ng oyog'imdagi jarohatga tushdi. Yaxshi bo'lsang, ha? Rahmat. Surgan malhamingiz yordam berdi. Ammo peshonang ishib qolibdi. Yonimga yaqinlashib, peshonamga qo'l tekkizib ko'rdi. Og'riqdanmi yo qo'rquv sabab 2 qadam uzoqlashdim. Muz qo'ydim-ku. Ko'zga qaramasdan qandaydir g'alati bo'layotganim uchun yerga qarab gapirdim. Ko'proq qo'yib turish kerak edi. Sen esa qochib qolding. Endi sal yuziga tabassum yugurdi. Kulsa ko'zlari ham porlab ketgandek bo'lar ekan. Nega mendan qochaverasan? Mayli, savolni o'zgartiraman. Nega hammadan qochaverasan? Men hech kimdan qochmadim. Yerga qarab tursam battar siquvga olinishimni bilgan holda ko'zga tik qaradim Bo'sni. Jasorating ortib ketdimi bironda? Men tomon qadam bosdi. Men esa 2 qadam ortga chekindim. Bu ishimdan uni yuzi o'zgardi. Go'yo shu ishdan zavq olayotgandek. Men anoyi emasman. Menga yomonlik qilish niyati bo'lganda, menimcha avvalroq qilardi. Shunday ekan, o'zidan ko'rsin. Qo'lidagi hassaga qarab, men ham u kabi kulimsiradim. Shu onda nimani o'yladim, o'zim ham tushunmayman. Hassasini tortib oldim-u, eshik tomon qochdim. Hovliga chiqib, ko'zim eng katta daraxtga tushdi. Endi o'zingizdan ko'ring, panda janoblari. Kulgancha xayolimga kelgan ishni shu zahoti qildim. Keyin nima bo'lishi meni qiziqtirmasdi. Balki shu bahona qochib ketarman. Og'izdagi oshni oldirib qo'ygach, bir muddat karaxt qolgan yigit xayoli joyiga kelib hayratda qoldi. Jodugar qiz ichidagini ilk bor sirtiga chiqarib, o'zi ham miriqib kuldi. Oyog'idagi muammo sabab qiynalib hovliga chiqdi. Shu payt maqtiyani ko'targanida ham og'riq berganmidi oyog'i? Shuni o'yladi. Atrofga qarab qizni topolmadi. Hovlida kichik yozgi oshxona qurilgan. Yonida esa ayvon bor. Ayvondan uzoq bo'lmagan yerda katta daraxt. Yigitni sinchkovlik bilan tikilgan ko'zlari daraxt ostidagi oyoq kiyimiga tushdi. Ayyor tulkicha. Past ovozda shivirlab, oqsoqlangancha daraxt tomon yurib, xayolida qizni jazolashni rejalashtirib qo'ydi. Qiz daraxt shoxlariga osilib yuqoriga ko'tarilar ekan, ko'zga ko'rinib porlay boshlagan yulduzlarga nigohini qaratdi. Bir soniyaga chalg'igani bois oyog'i ostidagi shox sinib ketdi. Xayriyatki pastroqdagi shoxga tushirib ulgurdi. Ammo ehtiyotsizlik sabab oyog'idagi tufli yerga dumaladi. Uy tomonda ko'ringan sharpa harakatni tezlatishiga sabab bo'ldi. Yigitni hovlini o'rtasida turib qolganini ko'rib, nima qilishga qiziqdi. Qiz o'zini topolmaganidan so'ng indamay qaytib ketishini kutgandi. Ammo u o'ylagan ish sodir bo'lmadi. Qo'lidagi yigitdan tortib olgan hassani qattiq siqib ushladi. Hammasiga shu sababchidek ko'ziga ko'rinib, hassani uloqtirishni xayoliga keltirdi-yu, tezda bu fikrdan qaytdi. Bo's uni bu yerda ekanini bilmasligi kerak. Yuzidagi tabassumni yo'qotib, jiddiy ko'rinishga qaytdi. Atayin yuqoriga qaramadi. Qizni sezib qolganini bilintirmay, atrofga alanglab, daraxt ostida to'xtadi. Tuflini qo'liga olib, qattiq kulib yubordi. Yuqoridagi qiz esa hayrat va tahlikali pastdagi yigitni kuzatardi. O'zing tushasanmi yo o'zim chiqaymi? Bu yerdaligimdan qanday xabar topdingiz? Pastga qarab, boshi aylangan Mahdiya yuzini yuqoriga qaratib oldi.
Nonushtani ham chala qilgan, kamiga tushlik qilmagani uchun ochlik ta'sirini ko'rsatayotgandi. Eng yomoni esa oyog'idagi og'riqni qayerdandir yana paydo bo'ldi. Tush, ketishimiz kerak. Telefoniga kelgan xabardan so'ng uzul-kesil buyruq berib, ortiga qaytdi. Uyga kirib ketgan bo'z ortidan qarab qolgan Mahdiya asabiylashib sochlarini changalladi. Undan avval esa qo'lidagidan qutuldi, uloqtirib.